Kosmetologlar nima qilar ekan? Ular rasmlarni olib, chiroyli qilib ko'rsatar ekanda, lekin amaliyoti ko'rinmas ekanda. Bugun operatsiyamizning 16-kuni. Operatsiyadan oldin mana shu narkoz bo'yicha strah bor edi. Menda qo'rquv bor edi. Chunki narkoz olganda keyin qiynalardim-da, men labirint ichiga kirib qolardim. Men o'shandan qo'rquvim bo'lganda, menga nima Shodmon aka aytdilarki, hech anaqa qo'rqmang dedi, narkoz juda ham hozir yangi narkozlar chiqqan dedilar. Shunda uxlab turgandek bo'lasiz dedilar-da. Haqiqatan operatsiyaga kirishimdan oldin shu narkozga Amrullo Shodiyevich aytdilar, bo'ldi, tayyorlaringlar, men hozir kiraman dedilar. Keyin xo'p deb operatsiyaga kirdik. Shodmon aka o'sha gaplashib, menga sekin anesteziyani berish boshladi. Men uxlab turdim. Operatsiyadan chiqqanda bundaqa bo'ldi. Uyg'ondim. Uyg'onganimdan keyin men aytdimki, voy professor chaqiringlar, boshli qolsinlar operatsiyani. Desam, siz reanimatsiyadasiz dedilar. Men aytdim, yo'q, men reanimatsiyada emas, men operatsiyaga kirdim. Chaqirmaysizmi, hozir kiraman dedilar. Desam, siz operatsiyadan chiqib bo'ldingiz dedi. Hayron bo'lib qoldim. Shunda uyg'ondim, keyin aytdilarki, bo'ldi endi anaqa hozir nima endi chaqiraymi doktorlarni palataga chiqamizmi dedilar. Muhayyoda keyin aytdim, chiqamizmi? Keyin shu kreslosini olib kelishdi, liftda olib chiqib, xursand bo'lib chiqdim. Palataga yotqizishdi, tapilnichalar nima qilib, lekin menda og'riqli bo'lmadi. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim birinchidan, keyin qo'rquvim juda ham kuchli edi. Qo'rquvlar orqada qolib ketdi, chunki o'zi og'riqlar ham yo'q-da mana. Обычно ozgina болевое ощущение bo'ladi, unaqa qattiq og'riq yo'q, просто sal nomiga nima qildi-yu, nima обезболивающий ichmadim. Men даже обезболивающий qilamiz bu deyishdi, men aytdim, yo'q, qilmay qo'ya qolaylik, kerak emas, og'rimayapti, desa yo'q, biz qilishimiz kerak dedi. Menga anaqa medsestralar hammasi aytishdiki, anaqa biz kuchli antibiotik, kuchli vitaminlar beramiz dedi. O'shaning uchun siz dam olishingiz kerak, hammasini anaqa kuch-quvvatga to'lishingiz kerak deb aytishdida, keyin bo'pti deb o'sha vaqtida kapelnitsalarni nima qilib olib turdim. Ertalab uyg'onganimda zavtraklar olib kelishdi. Zavtraklar juda ham chiroyli qilib olib kelishdi. Xursand bo'ldim, voy неужели bunaqa zavtraklar deb nima qildim-da, obedda тоже nima qilib, operatsiyadan nima qilib yeyolmayman-da. Yeyolmayman, keyin menga Sayyora aytdilarki, keling dedi, blenderda qilib kelaman. Voy bunaqasi ham mumkin desa, o'zim yedirib qo'yaman. G'alati bo'ldim-da, endi yosh bolani yedirgandek nima qilishdi-da, mana o'sha medsestralar hammasiga kattakon rahmat aytaman, o'tagi medpersonalga, vrachlarga, anesteziolog, mana Shodmon akaga, Amrullo Shodiyevich, Azamxo'jaga, hammaligiga kattakon minnatdorchilik bilan bildiraman. Перевязкаlarda Ahror Alimovich постоянно перевязкаlar qilib turdilar. Ularga kattakon rahmat. Keyin Ma'ruf Murodovich operatsiyada qatnashmagan bo'lsalar ham kirib hol-ahvol so'rab turdilar. Sizlarga kattakon rahmat. Amrullo Shodiyevich aytdilar-yu, operatsiya juda ham сложный bo'ldi. Harakat qildik, qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bizga dedi rezultat kerak dedilar. Не то, что dedi operatsiyani biz soatiga, vaqtiga qaramaymiz dedilar. Bizga основной rezultat kerak dedilar-da. Rezultat bo'lgandan keyin biz shunga qarab ishlaymiz dedi. Shunda o'sha operatsiyani o'zida bilamiz biz. Kattakon rahmat sizlarga.